Tramp Eron bilan urushni harbiy mashg'ulot deb atadi va bu AQSh uchun katta urush emasligini aytdi. AQSh prezidentining boshqa bayonotlari: Eron Hormuz bo'g'ozida blokada o'rnatdi. Shuning uchun biz ham ularni blokada qildik. Bizda mutlaq blokada mavjud. Ular yadroviy qurolga ega bo'lmasliklarini tan olishdi. Washington Tehron bilan muzokaralarning har qanday natijasida yuqori darajada boyitilgan uranni musodara qiladi. Agar Eron oliy rahbari buni xohlasa, men u bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borishga tayyorman. Eron ko'rayotgan zararlar misli ko'rilmagan darajada. Uning iqtisodiyoti inqiroz holatida. Biz Eron bilan yakuniy kelishuvga erishgunimizga qadar mintaqadagi AQSh kuchlarini saqlab qolamiz. Men Eronning yangi rahbariyatini yanada aqlli deb hisoblayman. Mujtabo Xomanay qayerdaligini bilmasligimni aytmoqchi emasman, lekin buni bilishning ehtimoli yuqori. U juda og'ir yaralangan, dedi Donald Trump.